Assalomu alaykum. Mana bugun ish o'tdi obyektimizda. Padmak holati. Ko'pchilik mana shu holatda trevetingga qoldirishgan. Ustidan treveting qilsam akon o'xshaydi deb. Paddos holati. Padmaya bo'lgan tiyagalar chiqdi. Tiyagarimiz mana shu turishi 35 ming 40 mingdan joyiga qarab aytiladi. Bir qavat bo'ladi. 40 sendan tushadi. Metri 40 ming. Mana plastrimiz bo'ladi. Shu turishlari 1 million so'm. Shu holatda chiqadi. Joyiga qarab razmerini ajratib ramkani bo'lib beriladi. Misolimiz Padmaya bo'lsa joyiga qarab gaplashiladi. 35 mingdan 45 minggacha. Xolasa liniyasi ham tekis. Sho'rga ham chiqqan bo'ladi. Shu holatda xizmatimiz.